Investitsiyaning eng katta xatolaridan biri bu chiroyli raqamlarga ishonib qolish. Salom, mening ismim Murodali Halimov, men IT Park Ventures'da moliyaviy tahlilchiman va bugun bizlar siz bilan moliyaviy due diligence haqida gaplashamiz. Moliyaviy due diligencening asosiy maqsadi bu raqamlar ortida nima turganligini aniqlashdir. Avvalambor bizga daromad, bank hisobotlari hamda moliyaviy hisobotlar bir-biriga to'g'ri kelishi muhimdir. Asosiy savol bu real pul oqimimi yoki-da shunchaki hisobdagi ko'rsatkich? Keyingisi albatta bu unit iqtisodiyot. CAC ya'ni mijozning jalb qilish qiymati, LTV mijozning umumiy qiymati hamda churn rate mijoz yo'qotish darajasi. Agar LTV hamda CAC ko'rsatkichlarni bo'lganingizda oxirgi ko'rsatkich 3 dan kam bo'ladigan bo'lsa, demak sizning moliyaviy modelingiz barqaror emasligini bildiradi. Xarajatlar surati bo'yicha esa videoni ikkinchi qismida gaplashamiz. Uni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.